turib reyslarni yozib ama siz ayting. Turib yaxshi bo'lsa-mi? Qanaqa kirit olasiz? Qanaqa kerak? Bir yaxshiroq foiz pastroq bo'lsa, Rustomaga qayerda ishlaysiz? maktabda ishlayman. Qaysi maktabda? 18. Bizda mana budjet tashkilotimizga imtiyozli kreditlar ko'pda. Mana 25%, 26, 22, 28 kredit oladi. Eng past bizda beramiz. Sababi bizda oylik oladigan narsa uchun beramiz. İkinci kreditimiz boshqa bankda qimmat, agar TBS bankdan, Anor bankda 46, 50% dan 48% kredit beradi. O'sha kreditlarni biz sotib olib arzon almashtirib. Ikkinchi qildimi uni? Uni qildingizmi? Ha, ana bankda. Yo'q, to'g'ri. Ha, u biza olib berdik. Hozir yana pastga tushamiz, o'zim pastga tushaman, yig'ilishdan keyin hozir bolalarimizga bitta yuklab beraman. Shuni bitta fuqaro turganda sразу sizni ishlaysanlar. U navbatni kutib qo'yibdi. Bo'ldi, aka, shunga endi biza mikrofon yozaman, Rustam aka, protokollashtirib, buni biz nazorat qilamiz, pastga tushib, mana shu kecha fuqaro keluvdi, murojaat qilgan, ha, bo'ldimi, bo'lmadimi degan maqsadda. Hozir tushamiz Rustam aka. Aka, siz Chiqib o'laymi, yo'q? mayli chiqib olaman desanglar. Ben şu kredit Kecha hujjat ko'rsatgansiz. Hozir aka pastga tushaman, doston bor, o'zim pastga tushib, tepasida o'tirib, tezlashtirib, kreditlarni sabit qilishga harakat qilaman. Siz kafilingizni olib kelgansiz? 40 millionga ruxsat bo'ldimi? 40 millionga? 42. 42 ga. Hozir tushuringizmi, men o'zim